Rossiyada yurgan migrant akalarimizni hech kim hech qanaqasiga 1 yildan 3 yilgacha qamamaydi. Videoni oxirigacha ko'ring va bunaqa yolg'on xabarlarga ishonib qolmang. Demak biz boshladik. Agar mana shunaqa komfort Toyota mashinalarda granitsaga chiqib kelishga nima deysiz? Albatta, agar sizni migratsionga vaqtingiz tugadimi, dokumentingizda qanaqa muammo bo'lishidan qat'iy nazar yoki zalotoyda qandaydir qarzingiz bormi, umuman qizig'i yo'q. Har qanday holatda ishonchli va kafolatli granitsa xizmatini sizlarga tavsiya etamiz. Hamma muammolar shu ekrandagi nomerga telefon qilishingiz orqali albatta hal bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum, Zuhurda musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz. Hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Mana bugun 17 dekabrga o'tdik. Sizlarga ko'p yangiliklarni ko'rdinglar. 2 kun davomida video qo'ymadim. Bu vaqt davomida o'sha Instagram, Telegram, hamma ijtimoiy tarmoqda jonga tegib ketgan video. Ya'niki nima emish? Oddiy xato evaziga endi migrantlarni 2026-yildan 1 yildan 3 yilgacha qamar emish. Bu qanday ishonish mumkin bu narsaga? Ayrim akalar aktiv uchun, like uchun, komment uchun bunday xalqqa aldamanglar. Nimaga bu narsani chiqarish kerak? Sodda xalqimizni aldash nimaga kerak sizlarga? Iltimos, bu qonun kimga chiqqanini oldin o'ylab, o'qib ko'ringlar va tarjima qilinglar yaxshilab. Nimaga bunaqa narsa oddiy migrantlarga tegishli bo'lish kerak deb o'zimiz shaxsan men ham o'ylab ko'rsam bo'ladi. Qaranglar, oddiy misol. Oddiy migrant bitta xato qildi, qamoqqa olib ketdi. Ikkinchi migrant xato qildi, qamoqqa olib ketdi. Bilasan, butun migrantlarni qamoqqa tiqishga to'g'ri keladi-ku bunda. Chunki oddiy xatolarni ba'zan biz ham qilamiz ko'chada narusheniya. Endi bitta narusheniyaga tiqib qo'yaversa, bu qaysi migrantni qayerga sig'diradi? Bu narsa oddiy migrant uchun emas bu. Bu qonun oldin ham bor edi. Hech qanaqa yangilik ham emas. Ishoninglar, bor narsa edi. Prosta bor narsani biz sezmaslik, bilmaslik, amalda yaxshi rivojlanmaganda, kuchga kirmaganda shuni yanada qattiqroq nazoratga olinglar dedi. Ya'niki Rossiyada bo'lib, deport bo'lib qaytib ketgan va o'zini yurtida turmasdan yana noqonuniy yo'llar bilan kirgan migrantlarga nisbatan bu qonun chiqdi. Tushunyapsizlarmi? Bu oddiy siz va menga o'xshagan migrantlarga tegishli narsa emas. Bunday qilib sodda xalqimizni aldamanglar. O'zbekistonda, Tojikistonda, Qirg'izistonda o'tirgan ota-onalarning yuragini insult qilib o'ldirish shart emas. Iltimos, videoni maksimal tarqatib qo'yinglar. Jo'natinglar ota-onalarga. Hamma ko'rsin va bunaqa sarosimada shart emas. Ya'ni ko'pchilik ota-onalar diqqatparastlikda o'tiribdi hozirgi kunda. Bolasidan xavotirda. Lekin bu xavotir noo'rinli. Bu qonun hech qanaqa sizga menga tegishli joyi yo'q. Agar siz noqonuniy kelmagansiz Rossiyaga bo'ldi. Dokumentingizda muammo topdimi yoki registratsiyangizda muammo bormi, bazadan chiqmadimi? Nima bo'ldi? Bunga administrativ shtraf bo'ladi, tushunyapsizlarmi? 3000, 5000, 7000 ko'rinishda. Shuning uchun sizda registratsiya yo'qmi? Registratsiya qilib oling. Menda registratsiya qiladigan odamlar turibdi. Granitsaga muammomi? Granitsaga chiqib keling, dokumentingiz yo'qmi? Mana granitsa odamlar turibdi. Granitsaga bemalol 24 soat 7 ko'rinishda har kuni reyslarimiz bor. Chiqib keling mana komfort mashinalarda. Qaytib kelganingizda mana Avaz akamizga registratsiya qildirib oling. Nima muammo? Registratsiya yo'q bo'lmagan, ko'pchilik aytadi, registratsiya yo'q bo'lib ketgan deb. Registratsiya qanaqasiga yo'q bo'ladi? Amina bu Moskva, Moskovskiy oblastida yurgan va o'shaga rabota qilib chizib kirgan va hozirgi kunda kvartirada yotgan akalarimizga tegishli xolos. 17-18 yoshdan kichiklarga ham tegishli emas. Ya'ni yosh bolalarga hammasiga registratsiya qilish kerak va yotoq joyi обществоda turgan akalarimizga ham hammasiga registratsiya, qog'oz registratsiya shart. Tushunyapsizlarmi? Sankt-Peterburgdagi hammaga. Sankt-Peterburgga hali taalluqli joy yo'q. Amina faqat aytib o'tgandek Moskva, Moskovskiy oblast. Tushundinglar? Kimga Moskva, Moskovskiy oblast, Sankt-Peterburgda registratsiya xizmati, deport zapret, nimaga deport bo'lgan, qachon deport ochiladi, hamma ma'lumotni mana O'zbekiston nomeriga Telegram, WhatsApp ochilgan Avaz akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Moskva, Moskovskiy oblastdagilar ishonchli granitsa kerakmi? Mana sizlarga komfort mashinalar chiqib kelinglar, dokument ishlik qilib olinglar. Muammo yo'q. Qonun sizga tegishli bo'lmay qoladi. Ishoning, sizga liboy o'sha politsiya xodimi kelsa, granitsaga chiqib kelib, registratsiyani oldingizmi, dokument patentga topshirdingizmi, ko'rsatdingiz, ketdingiz. Hech qanaqa sizni qamab, jazolab bunaqa narsa yo'q. Yo'q narsa. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun iltimos videoni maksimal like bosinglar, ko'proq komment yozinglar, maksimal Telegram, WhatsApp gruppalarga tarqatib qo'yinglar. Hamma bu sarosimadan chiqsin va qolganlarga ishonmasin.
Bu ayrim akalarimiz, opalarimiz xato qilishyapti, xalqni aldab. Lekin bu kerak emas-da. Xalqni like uchun, podpiska yig'ish uchun xalqni aldab sarosimaga solish shart emas, oddiy xalqimizni. O'zi itak qiynalib yuribdi musofirdagilar. Shuning uchun hammaga ham ishonavermanglar. Hamma video chiqsa bu fakt ekan deb o'ylamanglar. Mana sizlarga fakt aytayapman. Bu 1 yildan 3 yilgacha qamoq bizga sizga tegishli narsa emas. Ko'ngil to'q qilib, iloj boricha dokument ishtik qilib olinglar, hammasi Xudodan buyog'i. Agar peshonangizga yozilgan bo'lsangiz, dokumentingiz bo'lsa ham ertaga ketasiz. Agar peshonangizda bo'lmasa, Putin qaror chiqargan taqdirda ham siz hech qayerga ketmaysiz. Alloh sizni berguvchi ham, olguvchi ham Alloh dedi. Tushundinglar? Iltimos, shuning uchun ayrim akalarimiz videolarga ishonmanglar-da. Ko'ngil to'q qilib, ota-onalarga mashxabar yetkazib, ko'ngilni xotirjam qilib ishni bosinglar. Biz sizlar bilamiz. Agar shunaqa yomon xabar, shok xabarchisi biz sizlarga yetkazamiz. Ishoninglar, bizga ham zo'r-ku, shok xabar deb chiqish. Biz unaqa kerak emas yolg'on ma'lumot chiqish. Shuncha payt chiqarmaganmiz, bundan keyin ham chiqarmaymiz. Albatta bizni kuzatishda davom